Получается, men erkak emas ekanman. Kuni kecha yangi tug'ilgan o'g'limni tagligini almashtirayotganimni videosini Instagramga qo'ygan edim va ana shu videoni izohidagi haqiqiy ba'zi bir erkaklar, o'g'lingni tagligini almashtiryapsan, balki borib emizib ham qo'yarsan, erkak bo'l deb yozishibdi-da. Menimcha bu kommentariyni yozgan erkaklarni yoki farzandi yo'q, yoki farzandi bo'lsa ham oilasiga tupurib qo'ygan joyi bor. Men ota sifatida farzandimning hayotida to'laqonli qatnashmoqchiman. Uni usti butmi, sog'lig'i qanaqa, qorni to'qmi, tagi tozami, hammasi men uchun qiziq. U meni ham bolam. Biz buni xotinim bilan birgalikda kelishib dunyoga keltirganmiz. Agarda sizni ideal tasavvuringizdagi erkak kech payt ishdan kelib turib, o'zi itak qiynalgan, chirillagan, yaxshi uxlamagan bola bilan kuni bo'yi vaqtini o'tkazib, o'zi ko'zlari osilib yotgan xotinidan yana nimadir narsani urishib, talab qilib, divanga yotib, chotta orasini qashlab, televizor ko'rib, bolani hayotida umuman ishtirok etmasdan, yordam bermasdan, o'zi bilan o'zi bo'lib yuradigan erkak sizni idealingizdagi erkak bo'lsa, men unda erkak emasman. Men kech payt ishdan uyga kirib kelayotganimda agar xotinim yig'lab turgan o'g'limni uxlatishga harakat qilayotgan bo'lsa, men ana shu kirmoshinaga solib qo'ygan kirlarini olib kerak bo'lsa osib qo'yaman. Ana shu yerda o'g'limning bankalari, idishlari turgan bo'lsa, borib turib yuvib qo'yaman. Bu narsa men uchun absolyut qiyin emas. Chunki bu turmush, faqat u qilish kerak degan narsa yo'q jamiyatda. Butun dunyo statistikasiga qaraydigan bo'lsangiz ham eng ko'p ajrashishlar, eng ko'p oila buzilishi ham aynan farzand tug'ilgandan keyin bo'ladi. Va mana shu payt birdamlikni ushlash, birgalikda mehnat qilish, birgalikda farzandni katta qilish bu muhim narsa. Ertaga Xudo ko'rsatmasin, befarq ota bo'lib, o'g'limning sog'lig'iga yoki o'g'limning kerak bo'lgan ehtiyojidagi narsalarni olib bermasam, o'g'lim sal katta bo'lib turib yoki biron bir nuqsonda yoki biron bir kamchilikda katta bo'lib turib, "Ada, yoshligimda mana shu narsamga ahamiyat bermagansiz" desa, men uni og'rig'iga chidolmayman. Xullas, meni yakkayu yagona maqsadim farzandimga avvalo yaxshi ota bo'lish, uni hayotida to'laqonli qatnashish va unga yaxshi ta'lim berib, jamiyatga foydali shaxs qilib yetkazish. Bo'ldi, boshqa narsa emas.